Hasanboy taraflardan uy-joy qilaman deb quruq yer qidirib yurgan aka-ukalarimizga yer hisobida 5,5 sotuvlik xonadon bor ukalar. Urizor tarafdan kelganingizda Hasanboy Perikroskasi bo'ladi-yu, Perikroskadan chap tarafda joylashgan. Toshkent tumaniga qaraydi. Perikroskadan 500 metr kirganimizda mana shu xonadonimiz yer hisobida sotilyapti. Xonadonning fasad razmeri 20 metr, ichkariga 27,5 metr bo'ladi. Ko'chalarni ko'rasiz, Fayzli mahalla katta ko'cha yuzida masjiddan 100 metr kirildi. Svet, suv, gazdan muammosi yo'q. Bemalol ikkita chiroyli uy qurib olsangiz bo'ladi. Lokatsiya juda ham zo'r. Mana shu xonadonni qisqacha obzorini ko'rib chiqamiz. Darvozaxonasi. Buzib tashlasanglar ancha-muncha material o'zidan chiqadi. Mana огородlari. Bu tarafda 2 qavatli eski binosi bor, oldi tarafda ham 2 qavatli eski uylari bor. Xonalarga bitta-bitta kirib ko'rsatib o'tirmadik, okalar. Yer hisob deyilgani uchun ortiqcha ko'rsatib o'tirishga hojat yo'q deb o'yladik. Mana to'sinlarni ko'ringlar. Mana shunaqa baquvvat to'sinlar qo'yilgan, ancha-muncha to'sinlari o'zidan chiqib qoladi. Hozir tepada 2-3 ta xonasi yashilgan holatda ekan, shu xonalarni ko'rsataman. Xudo xolisa yo'g'ini o'zingiz cho'molaverasizlar. Yo tarafda eski xonalari bor. Remont talab, remont emas, buzib tashlaydigan xonadon. Yo tarafda o'zlari mana yashab turishgan ekan. Ko'ringlar, sharoiti mana shunaqa holatda. Xohlasanglar olib buzib tashlanglar, xohlasanglar yashasanglar ham bo'ladi mana. 4 ta xonasi bor ekan umumiy yashab turishga. Hop. Bu tarafda yana ketaveramiz. Xonalarga ulanib mana bu yoqda yana xonalar. Yana xonaga kiramiz, yerdan oshxona qilib qo'yishgan ekan. Bu loysoq holatda. Umumiy hisobda $113 ming so'rashyapti. Kelishadigan joyi bor ekan, yer hisobida. Mana shu Hasanboy taraflardan quruq yer olib yuqori sotaman yoki o'zim uchun uy quraman degan tanish bilishinglar bo'lsa tarqatib qo'yinglar. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. Narxini yana kelishamiz deyapti. Video qiziq bo'lsa like bosib, kanalga podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.